Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va guruhimiz a'zolari. Xudo xolasa mana gazoblovlarimiz chiqishni boshladi. Nasib bo'lsa avtomatning reskada kesilyapti gazoblovlarimiz. Mana taramlar ham xudo xolasa juda chiroyli holatda bir xil bo'ladi. Diagonallari 90 gradusga aytishlari xudo xolasa konkretniy bo'ladi. Gazoblovimiz ham o'ta baquvvat holatda mana ko'rishingiz mumkin. Sementlarimiz ham 600 markadan quyilyapti. Naval sementdan qoplaymiz xudo xolasa. Markalarimiz o'ta yaxshi holatda. Endi mana kecha chiqqan gazoblovlarimiz qurishni boshladi. 2 kun, 2 kun uzoqda xudo xolasa klientlarimizga chiqib ketishga tayyor holatda bo'ladi. Manzilimiz Toshkentda joylashgan xudo xolasa. Zangiot atrofida. Kimga shunaqangi g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli va arzon qilib yetkazib olib borib berishga harakatini qilamiz. Inshaalloh. Bu yoqda mana liniyalarimiz, avtomatli reskalarimiz. Bu yoqda sementlarimiz mana aytib o'tganimizdek 600 marka sementlarimiz navar holatda to'kilgan. Ko'rishingiz mumkin. Va xolasa sementlarimiz ham holati ideal holatda. Bu yoqda mana mishalkalarimiz, gonkislarimiz. Bu yoqda mana terilayotgan ishlarimiz. Xudo xolasa ishlarimiz sifati a'lo darajada.